Bugungi mavzuyimiz estafeta tayoqchasini uzatish hamda qabul qilish texnikasini o'rgatish. Estafetani turlari 4 ta 100, 4 ta 400, shvedskiy estafeta va mix estafetadan iborat. Hop, estafeta tayoqchasi 50 gram, uzunligi 28 dan 30 santimetrgacha. Estafeta tayoqchasini uzatish ikki xil usulda yuqoridan pastga, pastdan yuqoriga uzatish texnikasi bor. Hozir ikkalasini birma-bir ko'rsatamiz. Estafeta tayoqchasini yuqoridan pastga qabul qilish, mana shu qabul qilayotgan odam qo'lini ko'ryapsizlarmi? Mana shu holatda bo'ladi. Uzatamiz, ushlaymiz. Davom etamiz. Tayoqchasini pastdan yuqoriga qabul qilish esa mana pastki tarafdan uzatiladi. U qabul qilib yugurib ketiladi. Tayoqchasi o'ng qo'lda uzatilib, chap qo'lda qabul qilinadi va yugurayotgan vaqti o'ng qo'limizda almashtirib olamiz. Tayoqchasini qabul qilish koridori 20 metrdan iborat bo'ladi. Shu 20 metr masofaga chiziq yoki fishkalar bilan belgilangan bo'ladi. Ana shuni oralig'ida estafeta tayoqchasini qabul qilishimiz kerak bo'ladi.